Sonning butun qismi va kasr qismi degan mavzuni yana qaytadan tushuntirib beraman. Boya ko'pchilik yo'q edi tushuntirgan vaqtimda. Sonning butun qismi nima, kasr qismi nima, bu qanaqa topiladi? O'shalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi musbat sonlarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, musbat sonlarda. O'zi sonning butun qismi to'rtburchak qavs bilan belgilanadi. Qanaqadir x sonning butun qismi to'rtburchak qavsga olindimi, demak bu butun qismini anglatyapti. Kasr qismichi? Gulli qavs deymiz. Mana shunaqa qavs bilan belgilanadi. Endi musbat sonlarda misol ko'radigan bo'lsak, 1/2 berilgan, mana shuning butun qismini toping deyapti. Qanaqa topamiz? 1/2 ning butun qismi nechiga teng? 1 ga teng, ha? 1 ga teng. Kasr qismichi? 2. Nechiga teng kasr qismi? 0/2 ga teng. Butun qismini ayirib tashlasam, kasr qismi kelib chiqadi. 0/2 ga teng. Demak, mana shu yerdan xulosa qilsak bo'ladiki, agar men sonning butun qismini bilib olsam, kasr qismini topish uchun berilgan sondan butun qismini ayirib tashlayman. Qanaqa formula kelib chiqyapti? Kasr qismini topish uchun berilgan son ayiraman butun qismini. Sonning kasr qismini topish formulasi. Musbat sonlarda tushunarli. 1/2 bo'lsa, oldidagi butun qism, qolgan kasr qism bo'ladi. Manfiy sonlarda qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik adashadigan qismi mana shu. Manfiy sonlarda butun qism qanaqa bo'ladi? Kasr qism qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik adashadi. Ba'zida ayrim o'qituvchilar ham. Xo'p, aynan shu misol, faqat manfiyligini ko'ramiz. -1/2. Sherbek, butun qismi nechaga teng deb o'ylaysan? Sofiya, nechaga teng? Butun qismi -1/2 ning. 2. Buning butun qismi -2 ga teng. Nimaga? Sonlar o'qini chizamiz. Sonlar o'qi orqali tushuntiramiz buni. Xo'p. Koordinata boshi 0 desam, -1, -2. 1, 2. Birinchi musbat sonlarda yozgan misolimizni ko'rsam, 1/2 qayerda joylashgan? Mana bu yerdami? Taqriban mana shu yerda desam, 1/2 ni 1 bilan 2 ning orasida joylashyapti-ya. Butun qismi berilgan sondan chapdagi birinchi kelgan butun son olinadi. 1/2 dan chapda yotgan birinchi butun son 1 ga tengmi? Butun qismi 1 ga teng. Kasr qismini topish formulasi mana bu. Butun qismini topib olsak, bundan foydalanib bemalol kasr qismini topib olamiz. Manfiy sonlarda ham xuddi shunaqa. -1/2 qayerda joylashgan? Mana bu yerda joylashgan, to'g'rimi? Mana shu yerda joylashgan -1/2. -1/2 dan chapda joylashgan birinchi butun son -2. Demak, manfiy sonlarning ham butun qismi chapdan olinar ekan. -1 emas, -2. Butun qismini bilib oldik-a? Tushundik. Endi kasr qismini topishim kerak. Kasr qismini topish formulasi x tenglik berilgan sondan ayiraman butun qismni. -1/2 ning kasr qismi nechiga teng? Mana bu formulaga ko'ra -1/2 tenglik berilgan son -1/2 ning o'zi ayiraman butun qismi nima? Butun qismi nechiga teng? -2. Ikkita minus plus bo'lib ketadi. -1/2 qo'shilgan 2. Nechi bo'ladi shunda javobimiz? -1/2 qo'shilgan 2. 0.8. 0.8. Kattasidan kichkinasini ayirib, kattasining ishorasini qo'yamiz. Ikki xil ishora sonlarni qo'shganda 0.8 chiqar ekan. Buni ham alohida yozib qo'yadigan bo'lsam, minusdan 1/2 ning butun qismi 0.8 ekan. Bunday bitta qaraganda ko'pchilik butun qismini -1 deydi, manfiy qismini -0.2 deydi. Butun qism -1 emas, -2 bo'ladi ekan, kasr qismi manfiy 0.2 emas, 0.8 bo'lar ekan.
kasr qismi hech qachon manfiy son chiqmaydi, doim musbat chiqadi. Tushunarli? Bo'ldi mana shu. Kimda savol bor? Kim tushunmay qoldi? Firdos. Tushundingmi? Bo'ldi.